G'alla ekinlarini yetishtirishda ilg'or tajribalar va agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida samarali amalga oshirish bu muhim jarayon hisoblanadi. Avvalo, urug' tanlash hamda mineral o'g'itlardan samarali foydalanish talablari ham dehqonchilik uchun muhim vazifalardandir. Keyingi paytlarda yuz berayotgan global iqlim o'zgarishlari va tabiiy ofatlar kabi holatlar ham g'allakorlarimiz faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shunga qaramasdan, bu masala yuzasidan tajribali fermerlarimiz ish yuritishning yangicha usulini amalga oshirishni o'z oldilariga maqsad qilib olishgan. Biz 2026 hosili uchun 52 gektarga Rossiya o'rig'i Alekseyevich super navini ekkanmiz. Hozirgi kunda g'allalarimiz yaxshi. 3 marta suvdan chiqqan. Sharbat suvlarini oqizganmiz. Mana shu joylarda sharbat suvlari oqizganmiz. Xudo xolasa g'allalarimiz avji yomon emas. Biz kutgan hosilni olamiz deb ko'zimiz yetib turibdi. Xudo xolasa bu yo'q endi barakasini bersa hosilni ko'ramiz. Hosil yig'ishimizga ham xudo xolasa mana uzog'i bir oy qoldi. Bir oyda hosil yig'amiz. Fikrlarimizni ko'p yillik fermer xo'jaliklaridan birining faoliyati misolida davom ettirsak, ushbu xo'jalikka qarashli 95 gektar yer maydonining ma'lum qismida paxta ekini parvarishlanmoqda. Bunda asosan Xitoy Xalq Respublikasining Shinjon viloyatida qo'llanilayotgan Shinjon usulida paxta yetishtirilyapti. Mutaxassislarning fikricha, paxta yetishtirishning ushbu usuli suv va mineral o'g'itlardan oqilona foydalangan holda hosildorlikni sezilarli darajada oshishiga sabab bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ko'pgina tuman fermerlari ushbu usuldan o'tgan yili dastlabki ekilgan paxta maydonlaridan gektarga 60-70 sentnergacha hosil olganligi aytilmoqda. Xulosa o'rnida aytish kerak, qishloq xo'jaligida ilg'or texnologiyalar va xorijiy tajribalarni qo'llash usulining ommalashayotgani hosildorlik hajmining ortishiga ham olib kelmoqda.